9. bab. Hazreti Eysa ulağı yana. Bilib qoyunlar ki, bu yerdə tuğanlarının bəziləri Xudanın patşalığının güc-qüdrət bilən ayan boğununu kömügüçə ölməydi. 6 gündən keyin Hazreti Eysa faqat Petrus, Yaqub və Yuhannanla elib egiz bir taqı çıxdı. O yerdə Hazreti Eysa'nın qiyafəti ularning ko'z oldidala o'zgardi. Kiyimlari ko'zni shunchalik qamaşdığıdak oppoq bo'lib ketdiki, dunyodagi har qandoq oqatquchmu kirni unchalik oqartolmaydi. To'satdan shogirdlarga İlyas payg'ambar va Musa payg'ambarning Hazreti Eysa bilan so'zlashayotganligi ko'rindi. Petrus Hazreti Eysaga: "Ustozim, bu yerda bo'g'inimiz nima degan yaxshi? Biri sizga, biri Musa payg'ambarga, yana biri İlyas payg'ambarga deb bu yerga 3 gapi yasayli" dedi. Petrus nima deyishini bilmay qolgan edi. Chunki shogirdlar nihoyat qo'rqishib ketgan edi. Shu asnoda bir parcha bulut paydo bo'lib, ularni qoplab oldi. Bulutdan Xudoning: "Bu mening so'yimlik o'g'lim. Uning so'ziga quloq solinglar" degan ovoz keldi. Shogirdlar shu on atrofiga qarashdi, lekin yanida Hazreti Eysodan boshqa hech kim ko'rinmadi. Tog'dan tushib yetib, Hazreti Eyso shogirdlarga inson o'g'li o'limdan tirildirilmagicha ko'rganlarini hech kimga tinmaslikni buyurdi. Ular Hazreti Eysoning so'zini ko'ngliga pukib, o'limdan tirilish deganning ma'nosining nima ekanligi to'g'risida o'zaro fikrlashdi. Shogirdlar Hazreti Eysodan yana: "Tavrat ustozlari nima uchun İlyas payg'ambar qutquzuvchi Masih kelishidan avval qaytib kelishi kerak deyishdi?" deb so'rashdi. Hazreti Eyso ularga mundoq dedi: "Albatta, İlyas payg'ambar cho'qim qutquzuvchi Masihdan avval kelib, hammani qelipiga soldi. Undaqda muqaddas yozmalarda inson o'g'li ko'p azob oqibat chekdi va rad qilindi deb putilguniga qandoq qaraysizlar? Bilib qo'yinglarki, İlyas payg'ambar haqiqatan keldi. Va xuddi muqaddas yozmalarda u haqida yozilgandek, kishilarning uningga qilmagan askiligi qolmadi." Ular boshqa shogirdlarning yeniga qaytib borganida nurg'un xaloyiqning ularning atrofiga olishib olganligini, bir muncha Tavrat ustozlarining ular bilan munozirlashayotganligini ko'rdi. Xaloyiq Hazreti Eysoni ko'rib, intayin hayron bo'lishdi va yugurib kelib, uning bilan salomlashdi. Hazreti Eyso shogirdlaridan: "Ular bilan nima to'g'riliq munozirlashyapsizlar?" deb so'radi. Ko'pchilikdan biraylan uningga: "Ustoz, men o'g'limni sizning oldingizga elib keldim. Chunki uningga jin choplashib elib, gap qila olmas qilib qo'ydi. Jin har qitim o'g'limga choplashsa, uni yaga yiqitib yetidi. Bolaning og'zini ko'pik chiqib, tishlari kirishib ketidi. Butun a'zoyi qetib qoladi. Shogirdlaringizdan jinni haydab etishni so'rgan edim, biroq ularning qo'ldan kamidi" dedi. "Ey e'tiqodsiz avlod, sizlar menga ishonguncha, men sizlar bilan yana qanchalik birga bo'lishim kerak? Yana qachongacha bardoshlik beray?" dedi Hazreti Eyso. "Bolani oldimga elib kelinglar." Ular bolani Hazreti Eysoning oldiga elib keldi. Jin Hazreti Eysoni ko'rish bilanla bolaning butun badanini tortishtirib etdi. Bola yiqilib, og'zidan ko'pik chiqib, yerda yumlashqa boshladi. Hazreti Eyso bolaning otasidan: "Uning beshiga bu kun kaginiga qanchalik vaqt bo'ldi?" deb so'radi. Kichigidan tortib shundoq. Jin uni yo'qotish uchun ko'p qitim o'tqa va suvga tashildi. Qo'lingizdan kelsa, bizga shafoat qilib, holimizga yetkaysiz, dedi bolaning otasi. "Siz nemishqa qo'lingizdan kelsa deysiz? Ishonchi bor bo'lgan odamga hamma ish mumkin", dedi Hazreti Eyso uningga. "Ishonchim bor, lekin ojiz. Ishonchimni kuchaytkaysiz", dedi bolaning otasi shu an. Hazreti Eyso
xaloyiqning yugurishib kelganligini ko'rib, jinni ayblab, "Hey, odamlarni g'os va g'och qildigan jin, buyruq qilamanki, bolaning tenidan chiq, ikkinchi kirguchi bo'lma", dedi. Shuning bilan jin bir faryod ko'tardi-da, bolaning badanini qattiq tortishtirib, uning tenidan chiqib ketdi. Bola o'likdek jim bo'lib qoldi. U yerliklarning ko'pchiligi bolani o'ldi deyishdi. Lekin Hazreti Ayso bolani qo'lini tutib turg'izganda, bola o'rnidan turdi. Hazreti Ayso uyga kirib, shogirdlari bilan yolg'iz qolganda, ular uningdan: "Biz nima uchun jinni hadiyalmidik?" deb so'rashdi. Hazreti Ayso ularga: "Bu xil jinni faqat duo bilanla haydagili bo'ladi", deb javob berdi. Ular bu yerdan ayrilib, Jaliliya o'lkasi orqali yurib ketdi. Hazreti Ayso o'zining qayerda ekanligini hech kimning bilishini xohlamadi. Chunki u shogirdlarga ta'lim berayotgan bo'lib, o'zi haqida: "Inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirilib, o'ldirildi. Lekin o'ldirilib 3 kundan keyin tiriladi", degan edi. Shogirdlar bu so'zlarni tushunmadi. Biroq Hazreti Aysodan so'rashqimi petin olmadi. Ular Kapernaum shahriga keldi. Uyga kirgandan keyin Hazreti Ayso shogirdlaridan: "Yo'lda nima to'g'risida talash-tortish qilishdinglar?" deb so'radi. Ularning hech qaysisi zuvan surmadi. Chunki ular yo'lda kimning eng ulug' ekanligi to'g'risida talash-tortish qilishgan edi. Hazreti Ayso o'ltirib, 12 shogirdini yeniga chaqirib ularga: "Kim oldinqisi bo'lishni xohlasa, eng oxirgisi va hammalarning xizmatkori bo'lsin", dedi. Ondan u kichik bir bolni o'ttirda turg'izdi va uni qushiga elib turib, ularga mundaq dedi: "Kim meni deb bundaq kichik bolni qabul qilsa, u menimi qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, u menili emas, balki meni avatkuchinimi qabul qilgan bo'ladi." Yuhanna Hazreti Aysoga: "Ustoz, sizning nomingiz bilan jinlarni haydavatgan birsini ko'rdik. Lekin u bizga o'xshash sizga agashmaganligi uchun uni to'sdik", dedi. "Uni to'smanglar", dedi Hazreti Ayso. "Chunki mening nomim bilan mo'jiz yaratgan kishi orqadilla mening ustimdan yomon gap qilmaydi. Bizga qarshi turmaganlar bizni qo'llaganlardir. Bilib qo'yinglarki, qutqizuvchi Masihga mansub bo'lganlar uchun sizlarga hatto birorchina su bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi. Kim menga e'tiqod qilgan bunda kichiklarning birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda, bo'yniga yo'g'on tugma tesh isilgan holda dengizga cho'ktirilgini afzal. Agar qo'ling seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki qo'ling bu holda do'zaxqa mangu o'chmas o'tga kirganingdan ko'ra, cho'loq holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar putung seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki putung bu holda do'zaxqa tashlanganingdan ko'ra, to'ku holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. Ikki ko'zing bu holda do'zaxqa tashlanganingdan ko'ra, birli ko'zing bilan bo'lsa-mu, Xudoning podsholig'iga kirganing afzal. Do'zaxda qurt qo'ng'iz o'lmaydi, yolqinliq o't o'chmaydi. Har bir qurbonlik tuzlangandek, hamma odam o'tdan o'tidi. Tuz yaxshi narsadir. Biroq tuz o'z kuchidan qolsa, uni qandoq asliga keltirgili bo'ladi. Shuningga o'xshash, sizlarmu tuzdek bo'lib, oranglardagi inoqlikni saqlanglar.